Va nihoyat uyqudan ham uyg'onib oldim. Endi mayli qani boraychi. Ketdik. Yuz qo'lim yuvib olay. Bo'ldi. Ana endi gimnastika qilib yuguramiz. Yugurdik. Yordam. Voy, ana bola kim? Hey, sen kimsan? Men Markman. Sen bu yerlardan nima qilyapsan? Sen nima qilyapsan bu yerda? Adashib qoldim. Ha mayli, men seni qishlog'imga taklif qilaman. Ketdik. Sekin bu. Sovqotdingmi deyman, ha? Ketdik. Hey. Ketdik. Ustingdagi narsalar ham qalinmas ekan. Menimcha sovqotgan bo'lsan kerak. Bizlar mana qishloqqa aholigacha qorga yetib bormabdi, lekin mana bu daraxtlar ajoyib rang bo'lib qolgan. Mana. Nima bo'ldi? Ketdik endi. Kelyapsanmi? Bizning qishlog'imiz mana bu yerda. Tanishib ol mana. Men senga o'zimni uyimni ko'rsataman. Kelyapsanmi? Assalomu alaykum. Men qishloqqa yangi kelganman. Menga uy Qayoqqasan, ey? Nima? Hey, qishloqda gaplashib o'tiribman. Menga yangi uy topib berasizmi? Menga yangi uy topib berasizmi? Ha, bu devona bo'lgan ishda. Bunga gapirish foydasi yo'q. Ketdik, o'zim topib beraman. Kel, qala. Mana bu meni uyim. Kir. Kechirasan, uzr. Kir. Qala, xuddi mana shu seni uyingda, xuddi o'zingni uyingda moslashaver. Seni uying bormi, yo'qmi bilmayman lekin. O'tirdim. Sandiqda nima bor? Bu yoqqami? Telefonim, mantirovkam bor bo'lsa bor ekan. Demak, qala, men seni hozir men merni oldiga borib kelay, sen shu yoqqa qimirdamasdan o'tir. Mayli, merni oldiga boraychi. Ana qilishdim. Assalomu alaykum, mer. Qishloqqa yangi bola keldi. Ismi nima? Ismi Mark. Menga uy topib beraman. Ketdik. Hozir unga uy topib berish kerak. Nima? Bu yoqqa. Mayli, uyimga qo'y. O'zing yop. Uyda eshiging yo'q. Ketdik. Ana u nimaga eshik ochiq? Eshikni yopib ketgantimmi deyman-ku? Qani bola? Qani? O'zgina mana shu yerda o'tirganti. Mana shu qochib ketganmi deyman qo'rqqandan. Holi keladi, unga mayli uyni keyinga qoldiramiz. Men fermandagi ishlarimni qilib olishim kerak. Mayli mer uyingizga ketavering. Men uyimga kiray. Mayli do'stlar, u ketib qoldi. Demak, bizlar fermadagi ishlarni qilib olsak ham bo'ladi. Demak, o'zimni direktdan olamiz. Mayli, voy, men qayerga ketdi? Anaqlamasmi? Yo'q. Kameradan ko'rishga. Kameralar kerak emas. Qayerga ketdi? Niye eshik yopdingmi? Menga zo'r uyga taxlab qo'ygandim. Bu bola qayerda? Nima uchun urasan? Nima uchun urasan? Maqsad chiqib qo'yganmi? Bolaringmi? Hammasini chaqirib yalaman. Mayli, Nima uchun urasan?
men sizga gapirmoqchi edim, o'shani aytib bermoqchi edim, qo'lim tegib ketibdi. Mayli, o'tiravering, men sizga hozir aytib beraman. Men Men ham sen bitta olaman. yo'q. Ya. Ay o'g'ridi. Demak men Ayımdan kurtulsam paçağını ayağını ucunu sıyırır. demak bolalar menga prank qilib, demak hozir bularni nima bo'lay? Keyinroq men oldiga borib bularni berishimiz kerak. Keyin bizga o'ylab berish kerak. Demak hozir u menga ko'proq oylik berish kerak. Yaxshi. Men ham uxlashim kelyapti, shunday lekin men shunaqa ishlashim kerak, lekin ko'proq. Mashinam qilib bo'lsa, keyin men yoniga borib bularni beraman. Obunachlar aytgancha bu o'sha videoni birinchi qismi, ikkinchi qismi chiqishini xohlasanglar, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lsanglar, men o'sha qismini chiqaraman. Men sizlardan qaranglar. Agarda mana shu videoga 10 ta like yig'salaring, men bu videoni keyingi qismini chiqaraman. Hozir men yoniga boraychi. Mer. Taklak kişi o'rgatmaganlar ha? Farosatni qayerda o'rgatgan? Qayta takil, mol. Mayli kechirasiz. Boring qani ishingizni. Qayta takil. Xo'p. Ma uxlaganim yo'q hali. Be. Tez. Kır. Ma o'ylayman. Boshqa takir. Nimaga? Taqillatmading sen. Kir. Ma. Kiraymi yo'qmi? Kir. Ma. Ket. Farosatsizlar. Mayli obunachlar, bizdan ham uxlaydigan vaqtimiz bo'ldi. Xayli tun. Mayli, mana do'stlar, bugungi videoni tugadi. Keyingi video chiqishini xohlasangiz like va 10 ta obunachi. Bu farosatsizga qalanglar. O'zing farosatsa harom. Ma'lum taqillat qilmading o'zingcha men mol deyapsan ha? Farosating yo'q. Menga bunaqa. Mayli do'stlar, hozir bu bilan o'zingizga jang qilaylik. Mayli, bugungi video shulardan iborat edi. Keyingi video uchun 20 ta like va keyingi video uchun kutaman. Mayli.